Jamoatchilik fikri inobatga olingan holda mototransport egalariga prava olish yengillashtiriladi. Bundan tashqari, haydovchilik guvohnomasini olish tizimi takomillashtirilmoqda. Vazirlar Mahkamasining transport vositalarini boshqarishga ruxsat berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Ma'lumki, hukumatning 2024-yil 8-iyuldagi 393-son qaroriga asosan moped va skuterlarni boshqarish uchun A toifadagi haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish talab etiladi. Bugungi kunda 130 mingdan ortiq fuqaro kuryerlik xizmatida faoliyat olib bormoqda. Ularning aksariyati esa aynan moped va skuterlar orqali ishlayapti. Joriy etilgan tartib bois ko'plab kuryerlar o'z mototransportlaridan foydalana olmayapti. Bu holat esa ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'lyapti. Yangi qarorga ko'ra 2026-yil 1-yanvardan boshlab moped va skuterlarni boshqarish uchun yangi kichik A1 toifali haydovchilik guvohnomasi joriy etiladi. Endi talabgorlarga majburiy o'quv kursisiz to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshirish huquqi beriladi. Talabgor istagiga ko'ra o'quv kurslarida onlayn yoki offlayn shaklda o'qish yoxud mustaqil tayyorlanish huquqi beriladi. Haydovchilik guvohnomasini olish uchun o'qishni tugatganlik haqida alohida guvohnoma talab etilmaydi. A, B, C va D toifadagi haydovchilik guvohnomasi egalari A1 toifadagi transport vositalarini to'g'ridan-to'g'ri boshqarishga haqli bo'ladi. A1 toifa haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy imtihonda 20 ta testdan 16 tasiga to'g'ri javob topish kifoya, amalda bu 18 ta edi. Imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirganlarga A1 toifasidagi guvohnoma beriladi. 2026-yil 1-fevraldan A va B toifalari uchun talabgorlarga haydovchilarni tayyorlash bo'yicha majburiy o'quv dasturining nazariy qismini mustaqil o'zlashtirish huquqi beriladi. Talabgorlar nazariy bilimlarni onlayn, offlayn kurslar orqali yoki mustaqil tayyorgarligi asosida o'zlashtirishi mumkin. Amaliy mashg'ulotlarni haydovchilarni tayyorlash yoki qayta tayyorlash bo'yicha o'quv tashkilotlarida to'liq o'tash shart. Amaliy mashg'ulotlarni to'liq tamomlab, ijobiy baholangan talabgorlarga nazariy va amaliy imtihonni topshirish huquqi beriladi. Bu videoni ko'proq odam ko'rishi uchun video ostiga like bosing va o'z fikr mulohazalaringizni bildirib ketishni unutmang.